Assalomu alaykum Agrotexnika kanali obunachilari. Yaqinda akalar sizlar uchun eng original, o'sha eng zo'r bo'lgan mini traktorimizni sizlarga nalichiga sotuvga olib chiqdik. Hiromiki 13 ot kuchli Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Men sizlarga qisqacha obzor qilib ma'lumotlarimni berib o'tib ketaman. Dizaynlari akalar juda ham a'lo darajada, sifatini juda ham yorib olishgan akalar. Motorlari 195 salarka motor bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin akalar, 2026-yilgi eng oxirgi vipskadagi mini traktor. Ikkita korobkali bo'ladi akalar. Ham oldi, ham orqa tomon 4 ta balon tortadi. Ikkita korobkalari 1350 dan bo'ladi. Statorlari bor akalar. Burilishlari gidrovilka qorin qismidan buriladi akalar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Sidinalari juda ham yumshoq bo'ladi. Ahamiyat berasizlar, qancha o'tirsalaring ham bemalol og'rinmasdan, xohlasalaring kuni-tun bemalol o'tirishlaverasizlar. Zatni uchun alohida skorlari bor. Bundan tashqari ham old korobka uchun skor, ham orqa korobka uchun alohida skorlar bor. Skorga tushishlari bo'lsa juda ham yumshoq akalar. Qo'llaring tegsa bemalol tushib olaveradi. Toshbaqa quyonlari, akkumulyatorlari akalar original akkumulyatorlar qo'yilgan. Bunisi esa gaz avtomat korobka. Ko'pchilik yozibdi akalar, freza pastda aylanadi, oyoq kirib ketsa nima bo'ladi? Akalar, avtomat korobka bo'ladi. Pedalni bosganlaringda yuradi, qo'yvorsalaring to'xtaydi akalar. Juda ham xavfsizlik yuqori darajada o'ylangan. Ruchnoy gazlari ham bor, xohlasalaring qo'l orqali bemalol boshqarishlaring mumkin. Bu mini traktorimizni komplektiga kelsak, komplektda old tomonida 4 qatordan 8 qator original qalin, orqa tomonida esa 5 qatordan 10 qator frezalari bor akalar. Vomlari, sandiylari temir bo'ladi akalar. Bu mini traktorimiz o'zi oshiqcha ta'rif berish shart emas, hammalaring juda ham yaxshi bilasizlar. Bu mini traktorimiz akalar aynan sizlar uchun atigi bitta dona qoldi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz kelishilgan holda bo'ladi. Narxiga kelsak, bu mini traktorimiz narxi 30 million so'm aksiya narxida. Faqat ulgurib qolishlaring shart. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik. Manzilimiz Mangloq shahar Kombinat bozorida. Biz sizlarni kutib qolamiz.